arzon chek istab yurganlarga men sizlarga 2 ta yoki bo'lmasa 3 ta 4 ta chek topib qo'ydim. Arzon. Birinchi bo'lib adresini tushuntirib o'tib ketaman. Videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turamiz. Adresimiz akalar Aravon rayonida Chekovodda bo'lib qoladi. Chekovodda mana biz turgan mahalla To'lqin mahalla. Chekavod sentrga yetmasdan Aravondan tushib kelayotganimizda chap qo'lga kirgan mahallamiz o'zinakni tortib qo'yginda. Bir 300 metr mahallaga qarab kirib kelganimizda chap qo'l tarafimizda masjid bor. U masjidni ham ko'rsatamiz. Masjidga yetmasdan mana bu mahallaga kirgan ko'chamiz bor. Mana shu joydan bitta 10 sotilik, bitta 6 sotilik chekimiz sotuvga chiqyapti. Nimaga sizlarga 3 ta 4 ta desam, chekni bo'lib sotish yo'llari ham bor. Ham arzon sizlarga cho'ntak bob cheklarimiz chiqaryapmiz. Assalomu alaykum Alimov TV podpischilari. Menga yaxshi niyatda podpiska bosgansizlar, arzon joylar chiqib qolsa olaman deb. Men sizlarning xizmatingizga hozir joylarimizni videoda uzmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xolasa sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Joylarimizni katta kirib ko'ramiz. Xo'p, chekimizga keladigan bo'lsak, aynan mana shu joyga kirganimizda mana bu imoratning orqasida bo'lib qoladi. Mana bu betonda ko'rib turibmiz. Matni zabor qilib urib qo'yganda, bu yerda o'zi asli mana bu joyda trapinka bo'lgan ekan. Xolos, trapinkani bilamiz, kichkina yo'lak bor-ku. Bu yoqda egalari o'zlari yo'l tashab turib, yana keyin kengaytirib yo'l qilishgan ekan. Aytmoqchi bo'lganim, sinos boshqa narsalari yo'q. Mana shu yo'lni bo'yidan bitta 10 sotilik, bitta 6 sotilik cheklarni dokumenti qo'limda turibdi. Akalarimiz o'zlarini uyidan tashlagan, o'zlarini uyidan sotyapti. Xo'p, aka-ukalar, cheklarimizni yuqori qismiga ham chiqib oldik, chekni o'ziga chiqib oldik. Bu chekimiz mana bu biz turgan chek 10 sotilik chekimizda turibmiz. 10 sotilik chekimizga keladigan bo'lsak, to'g'ri gap, ochiq gap aytib ketish kerak-da. Bu cheklarimiz 3 burchakroq ekan ozgina. 3 burchakroq. Men aynan sizlarga yarmida turibman. Hozir yarmini. Matdan bu yog'iga keladigan bo'lsak, hamma daraxtlari bor ekan. O'rik, onor, behigacha bor ekan bu chekimizda ham. Bu chekimizni nimaga yarmini ko'rsatyapsan desanglar, bo'lib sotish yo'llari ham bor-ku. Matdan bu yog'iga bemalol uylaringizni solib, bu yoqda bitta oila keng yashasa bo'ladigan chekimiz turibdi. Mana bu yana bitta yarim tarafi. Xohlasanglar shu 10 sotikni putunligicha olinglar, xohlasanglar 16 sotikni putunligicha olsanglar ham bo'laveradi. Mana bu yana bitta yarmida turibdi akalar. Mana bu molxona burchagidan narigi burchagigacha bo'lib qolib, bu yoqda ham o'rik, onor hamma daraxtlari bilan hojatxonalar ham solib qo'ygan ekan bu yerga. Bu 10 sotiklik chekimiz endi. Endi mana shu chekimizning narigi tarafida 6 sotiklik chekimiz bor. Ana shu 6 sotiklik chekimizni ko'ramiz. Ketdik. Mana 6 sotiklik chekimizga ham o'tib oldik. 6 sotiklik chekimiz mana bu chuqurdan bu yog'iga hisoblanib qolyapti. Chuqurdan bu yog'iga, qo'shnini narigi devorigacha bu chekimiz 4 burchak akalar, 4 burchak. Lekin mana bunga ulavorsiz ham bo'ladi mana. Narigi chekimiz bilan ulanib ketsa ham bo'ladi. 10 sotiklik chekimizdan ana shu chekdan o'tganimizda 4 burchak 6 sotiklik chekimiz. Bular dokument alohida. Bitta 10 sotiklik, bitta 6 sotiklik chekda dokument alohida. Xohlaganlar qo'shib olsanglar ham bo'ladi. Bu chekni yo'liga keladigan bo'lsak, ana bu uyimiz bilan fundamenti o'rtasida yo'l tashalgan. Bemalol kamaz, hamma yoq chiqsa bo'ladigan yo'l tashalgan ekan. Endi bularning puliga kelamiz akalar. Pulini mana bu 6 sotiklik chekimizning bahosi 700 ming so'mdan qo'yilyapti. 700 ming so'mdan kami bor. Mahallaning ichida narigi 10 sotiklik chekimizning bahosi 600 ming so'mdan kami bor qo'yilyapti. Bo'lib sotish yo'llari bilan. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Egasiga bemalol telefon qilib, kam ko'zlarni gaplashib olsangiz bo'laveradi. Mahallaning ichida Chekovod sentriga yaqin akalar. Mana bu uyimizning orqasi tarafida bog'cha bor bilamiz. Bog'chaga yaqin, nevarangizni, bolangizni bemalol bog'chaga bezopasniy yo'llar bilan olib chiqib kelsangiz bo'ladi. Endi maktabga kirgandan keyin Chekovod sentri 300-400 metr bo'lib qolyapti. Bolangiz bemalol peshkom maktabga chiqib kelsa bo'ladi. Yo'lini ko'rib turibmiz. Asfalt yo'lda loy kechmasdan maktablarga chiqib kelaveradi. Mana bu videoda so'zsiz uy olaman, chek olaman deb yurganlarga jo'natib qo'yisham, esinglardan chiqmasin. Kommentariyada bizga ham yaxshi joylardan uylar, cheklar nasib qilsin deb yozib ketamiz. Podpiska bosisham, esinglardan chiqmasin. Rahmat.